Assalamu alaikum, hörmətli televizor görgüçülər, Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramımızını görüb atsızlar. Proqramımız xoş gəldinizlər. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayanda radiomuzda Uyğurlarga dair anlatılған bir qism mühim xəbərlərini əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatları da olsun. Xitay hökuməti Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 70 yıllık xatirəsini təbrikləgən 1 oktyabr günü dünyanın arqa şəhərlərindəki Uyğur cəmaəti Xitay elçixanaları aldıda narazılıq namayişlərini ötküzdü. Amerika, Kanada, Türkiye, Avustraliya və Avropadakı Norvegiya, Belgiya qatarlıq köpləyən dövlətlərdə Uyğur muhacirləri ay yıldızlıq kök bayraqını götərgənicə yo'qolsun Xitay hakimiyyəti. Şərq Türkistanğa erkinlik degəndək məzmunlarda şüarlarını to'ladi. O'rta Asiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlardagi Uyg'ur jamoati turli xotirlash faoliyatlarini uyushtirib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan bostir siyosatlarini qattiq aybladi. Hozirgacha o'xshash bo'lmagan xalqarалық sorunlarda Uyg'urlar masalasini keskin ta'kidlab kelayotgan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 2 oktyabr kuni Katolik dunyosining ma'naviy markazi bo'lgan Vatikanda bu masalani yana bir qitim alayda ta'kidladi. Mike Pompeo so'zida Uyg'urlarning hozirgi ahvoli hamda lager shoiri Zumrat Davudning bayonlari haqida tushuncha berib, Uyg'urlar hozir diniy e'tiqodga ega bo'lganligi uchunla bostirishga uchrayotdi deb ko'rsatdi. Uyg'urlar masalasining Katolik dunyosi uchun eng hurmatli markaz bo'lgan Vatikanda bu tariqada ta'kidlanishi to'g'risida bir qism analizchilar agar bu umumiy chaqiriqqa aylansa Uyg'urlar uchun zo'r ijobiy unumlar paydo qiladi dedi. 2019 yillik Václav Havel mukofoti Xitoy turmusidagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtaga berildi. Fransiyada o'tkazilgan mukofot tarqatish marosimida Ilhom To'xta guruhining mas'uli Anvarjon vakolatan mukofotni topshirib oldi. Václav Havel mukofoti 2013 yildan boshlab tarqatilayotgan bo'lib, ilgari bu mukofotga erishganlardan ba'zilar keyincha Nobel tinchlik mukofotini olgan. Bu mukofotning Ilhom To'xtaga berilishi haqida fikr qilgan ba'zi analizchilar bu hol Uyg'urlarning ahvolini dunyoning diqqatiga sunish ham ularning yordamini qo'lga keltirishga turtki bo'ladi deb qaramoqda. Xitoy hukumati Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilgan 70 yildan buyon o'zlarining Uyg'ur diyorida qandaq olamshumul natijalarni qo'lga keltirganligini keng tashviq qilayotganda, G'arb dunyosidagi axborot sohasida buning aksicha fikrlar ko'plab yer oldi. Analizchilar bu 70 yillik tarixning necha 10 million Xitoy xalqining hayotini yo'q qilish bilan birga Uyg'urlarning oxirgi hayot mamatlik bu so'g'isiga qistashdek insoniy tragediyalar bilan xulosalanganligini o'ttirib qo'ydi. Muhojiratdagi Xitoy ziyolilari bu vaqt fikr qilib, o'tgan 70 yilning mohiyatda demokratiya va erkinlikning butunlay xarob bo'lgan bir davr bo'lganligini, iqtisodiy gullanishning faqat oz sondagi hukmron tabiqini bayqaganligini ta'kidladi. Əsrlər boyu Uyğur mədəniyyətinin ən simvolluq məzmunlarından biri bo'lib kelgan Uyğur muqamları yaqindan buyon Xitoy hökumətinin turli besimləri səbəbindən Xitoycha tilda aytilishga başlagan. Muqam sohasidagi mutaxassislarning fikricha Uyğur muqamlarini Uyğur tilidan boshqa tilda o'rinlash mumkin bo'lmaydigan ham hech qanday zaruriyati bo'lmagan bir hodis ekan. Analizchilar bu vaqt fikr bildirib, buning madaniyat qirg'inchiligining tipik misoli ekanligini bildirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Ma'rif va Fan madaniyat boshqarmasi 2005-yili Uyg'ur muqomlarini insoniyatning shaklsiz meroslari deb e'lon qilgan. Radiomizga ma'lum bo'lgan uchurlarning birida Kuchanaylik doktorxonaning doktori Tahir Hasanning lagerda ekanligi aytilgan bo'lsa-mu, buningdagi konkret sabab noma'lum bo'lib kelgan edi. Yaqinda muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol egallishi jarayonida Tahir Hasanning chet eldagi bir qism xatarli kishilar bilan telefonda aloqasi bo'lganligi uchun tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari muhojiratdagi Uyg'urlar bilan telefon aloqasi qilishni bir turlik muhim jinoyat qilib bekitgan bo'lib, xalqarada bu tipik bo'lgan kishilik huquq dafsandichiligi deb ayblanmoqda ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.